Toshkent Astana yo'nalishi bo'yicha hozir avtobus reyslarimizda yo'lovchilarimiz joylashib olishgan. Ulardan qisqacha suhbat jarayonini amalga oshiramiz. Qani keting. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qaysi yo'nalish bo'yicha ketyapsiz? Astana Astanaga bilet narxini qanchadan sotib oldingiz? 515 mingdan sotib oldim. Sizga ma'qul keldimi bilet narxlari? Hada. Oldin ham avtobus reyslarimizdan foydalanganmisiz? Ha? Yaxshi ekanligi, qulaylari hamma yo'q vashi zo'r ekan. Ofisni o'zidan oldingizmi? Ha. Akalarimiz yaxshi ekan, hammasi zo'r ekan. Rahmat. Hali mahnaqa anaqalari deb hali reyslarni ko'paytiraversin, rahmat. Qonuniymikan? Albatta qonuniy ekan. Boshqalarga ham tavsiya qilasiz? Albatta tavsiya qilaman. Hammaga tavsiya qilaman. Rahmat. Kelinglar, ketamiz. Rahmat, yaxshi yetib oling. Qadrli yurtdoshlarimizni kuzatishda davom eting. Agarda sizga ham xuddi shunday ishonchli biletlar kerak bo'lsa, Sobir Rahimov avtovokzaliga kelib, ikkinchi qavatdan ofisimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin yoki ekranda turgan ishonchli telefon raqamlariga bog'lanib, hozirdan joyingizni biroq qo'yib Men buni ko'rganman, men chiqaman.